Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz asalarilarning tabiatga changlatish orqali keltirayotgan foydasi haqida gapirib o'tamiz. Asalarilar deganda ko'pchilikning xayoliga asal, propolis yoki boshqa asalarichilik mahsulotlari xayoliga keladi. Lekin asalarilarning asosiy tabiatdagi funksiyasi bu o'simliklarni changlatish va shu tariqa hosildorlikni oshirish. Mana bugungi videomizda ham biz Farg'ona viloyati asalarichilar uyushmasi joylashgan bodom bog'ida turibmiz. Mana bodom bog'i 1-2 kun gulladi, gullari barra ochilib, asalarilar xuddiki to'ydek u guldan bu gulga qo'nib, nektar, gulchang yig'ib yurishibdi. Va albatta buni natijasida o'simliklar changlayapti va hosildorlik oshyapti. Nafaqat apimondiya, balki ko'plab asalarichi olimlar tomonidan tasdiqlanganki, har bir yeyayotgan 3-qoshig'imiz bu aynan asalarilar sabablidir. Ya'ni changlatish natijasida hosildorlik oshgan va shu tariqa bu bizning dasturxonimizga yetib kelgan. Shuning uchun asalarilarning hozirgi kundagi tabiatdagi o'rni juda ham katta. Asalarilarning tabiatga changlatish orqali ta'sirini hattoki har qanday odam tekshirishi mumkin. Bu nafaqat asalarichi yoki bog'bon yoki fermer, balki oddiy student yoki qiziquvchi inson ham asalarilarni tabiatdagi o'rnini oddiy usul bilan tekshirish mumkin va bu usulda men hozir sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Bu usulda amalga oshirish uchun bizga mana bunday setka kerak bo'ladi va bir qancha rangli iplar kerak bo'ladi. Bu usulda amalga oshirishimiz uchun albatta har qanday daraxtda yoki juda ham ko'p o'simliklar turida amalga oshirishimiz mumkin. Albatta ushbu o'simlik yoki daraxt gullamagan bo'lishi kerak. Gullashidan 1-2 kun oldin amalga oshiriladi. Bunda qanday qilamiz? Biz bitta shoxni tanlab olamiz. Ushbu shoxdagi kurtaklar, ya'ni gullar ochilmasidan oldin o'sha ko'saklar yoki kurtaklar deymiz, shularni oldin sanab chiqiladi. Sanab chiqilgandan keyin albatta buni o'zining jadvali bor. Ushbu jadvalga bu son tushiriladi va ustiga mana bunday piyoz to'risi, ya'ni piyoz setkasi kiygizdiriladi. Xuddi shu miqdorda gulni boshqa shoxdan sanab olinadi va bu shoxda o'sha gul qaysi joyda o'sha gul aytaylik tugasa, o'sha joyga baylanadi. Yana bu joyda bir narsani muhim aytib o'tish kerak. Bu ikkala gullarning soni bir-biriga to'g'ri kelishi shart emas. Bularning soni har xil bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha bir-biriga bo'linadigan son bo'lsa, hisob-kitob qilish oson bo'ladi. Ushbu setkamiz bir necha hafta turadi va bodomlar yoki boshqa o'simliklar g'o'raga aylanishni boshlagandan so'ng ushbu setka xalaqit qilmaslik, daraxtning o'sishiga xalaqit qilmaslik uchun olib tashlanadi va hisob-kitob qilinadi. Qanday bu narsa ishlaydi? Aytaylik, setkada to'silgandan keyin albatta buning ichiga arilar kira olmaydi va boshqa yirik hasharotlar ham kira olmaydi, lekin mayda hasharotlar kiraladi, ular changlatishi mumkin. Va uni ustiga qo'shimcha albatta bu setkaning ichidan shamol ham o'tishi mumkin. Shamol ham o'ziga yarasha changlatuvchi hisoblanadi. Ko'plab daraxtlarda, masalan aytaylik, ko'plab o'simliklarda, ya'ni masalan bug'doyni shamol asosan changlatadi. Shu o'rinda shamol masalan bu joydan bemalol kirib, aytaylik shamol havo kirib chiqib ketishi oqibatida gulchanglar tushishi oqibatida daraxt changlanishi mumkin, ya'ni meva berishi mumkin. Shuning uchun shamolni ham biz eksperimentimizdan isключать qilmasligimiz kerak. Shuning uchun albatta to'rlik qop tanlanishi kerak. Va bir necha haftadan so'ng natijalarimiz tekshiriladi va sanab olishimiz mumkin. Ushbu eksperiment orqali, ya'ni bu ortiqcha
sarf xarajat talab qilmaydi, ortiqcha kuch talab qilmaydi va juda ham ko'p vaqt talab qilmaydigan eksperimentimiz orqali biz asalarilarning tabiatga qanchalik muhimligini va fermerlarni yoki bog'bonlarni hosildorligini qanchalik oshirib berishimiz mumkinligini yaqqol misolda ko'rsatib berishimiz mumkin. Men ko'pchilik asalarichilarni, ko'pchilik qiziquvchilarni xuddi shunday o'zlaringni bog'laringda, o'zlaringni uylaringda yoki aytaylik arzorda, qo'yilgan arzorlarda, bog'larda o'tkazishga undab qolardim, chunki bu ko'pchilik uchun yaqqol misol tariqasida ko'rsatish mumkin bo'lar edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.